bor вообще mana bu yozuv nima deb yozilgan? Vash ko'zim og'rib ketdi. Ko'zim ochilmaydi. Вообще ko'zim og'riyapti. Barchaga salom obunachilar. Meni ismim Kompot. Va mana video roligimga xush kelibsizlar. Qisqasi, hozir juda ham ko'p kompyuterga o'tirganimdan ko'zlarim juda ham og'riyapti. Bir qanaqadir dori-pori yo'qmi ekan desam, o'zi menda umuman unaqa dorilar yo'q. Mayli, bir qo'shnimdan menimcha so'rab ko'rganim yaxshi deb o'ylayman. Hozir bu turishda bunaqa kompyuterda umuman ishlab bo'lmaydi. Bor vashi ko'zlarim og'rib ketyapti-da. Obunachilar, bir dam olishim kerak-da, lekin mana bu ishimni birinchi tugatishim kerak. Mayli, bo'lmasa hozir qayerga? Qo'shnimga boraman. Ha, albatta qo'shnimga har doimgidek dori bo'lardi adashmasam. Yana ham bilmadim. Balkim bormi yo'qmi? Agarda bu qo'shnimda bo'lmasa, oq qishloqdan so'rab ko'raman. Hoy qo'shni. Qo'shni, shu yerdamsan? Eshik ochiq ekan. Yaxshimisan? Ha, Kompot, nima gap? Yaxshimisan? O'zingda nima gaplar? Ko'rmay ketding, ha? Nimacha kelding? Qisqasi, men ko'zim og'riyapti. Dori yo'qmi? Ko'z dori, ko'zga tomuradigan. U faqat qishloqlar uchun-da, u ko'zga tomuradigan. Bilasan-ku, sen qishloqqa emas-ku sen. Mayli, farqi yo'q. Men ko'zga baribir tomuradi-yu, ikkalasi bir xil narsa-ku. Mayli, lekin qara, ehtiyot bo'l. Maslahat bermayman senga. Mayli, bitta ko'zimga tomuradi. Menimcha yaxshi bo'ldi. Yaxshigina mana o'zimdan ko'zlarimni endi chotga his qilyapman. Sabr, nima qilaysan? Mayli, farqi yo'q. Mayli, qaytarib berchi. Qara, lekin ehtiyot bo'l, lekin qishloqlar uchun edi. Mayli, senga katta rahmat. Nimaga bunday vahima qiladi-ya? Qani endi normalniy ko'zim ko'ryapti. Ajoyib, endi bir ishimni davom ettirsam bo'ladi. Tushunmadim. Yana ko'zim og'riyapti-ku. Bitta ko'zim yumotchaydi. Tushunmadim. Ishlayveraman. Nima? O'ta g'alati bo'lib qoldimi bu? Ko'zim yumotchaydi. Tushunmadim, nimadir bo'ldi men ko'zimga. Nimaga bu yer oq-qora bo'lib ko'rinyapti menga? Ha? Tushunmadim. Obunachilar, sizlarga ham shunday ko'rinyaptimi? Bor mana bu. Nimaga mana bu meni uyim faqat oq-qora ko'rinyapti? Tushunmadim. G'alati. Tushunmadim. Hech bunaqa bo'lmaganda, voy o'zim. Mana bu qishloq, mana bu uylar normalniy. Lekin nimaga meni uyim bunaqa oq-qora? G'alati, juda g'alati. Qanaqa yana bo'ldi? Qishloqqa. Qo'shni. Ha, Kompot, nima bo'ldi, ha? Men bu tashqariga chiqdim, mana uyimni ko'rdim, mana bu ko'znisani. Ha, oddiygina ko'znisani va temirchiqora. Menga oq-qora bo'lib ko'rinyapti, sengachi? Oddiygina rang bo'lib ko'rinyapti. Menga mana shunaqa oq-qora bo'lib ko'rinyapti. Endi nima qilaman? Men senga aytdim-a, qishloqlar uchun edi u. Bekor ishlatibsan. Endi nima qilamiz endi? Mana bilmayman-ku endi. Nimaga qishloqlar uchun narsani o'zing ishlatasan? Mayli. O'yla, Kompot, nima qilsam ekan? Hozir menimcha o'zim doktorimga telefon qilganim yaxshi deb o'ylayman. Ha, doktorimga tezroq yozganim yaxshi. Davay, doktor. Xo'sh, nimaga bunaqa oq-qora bo'lib qolgan? Ko'zim g'alati. Mayli. Tushunmadim. Nima deb yozilgan bu yoqda? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nima? Doktorda umuman vaqti yo'q ekan. Ochrat juda ham ko'p ekan. Agarda men kutsam bir 3 kun kutishim kerak. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Menimcha kutadigan vaqtim umuman yo'q. Qishloqqa. Voy qishloqqa. Qara, endi men kulrang bo'lib qoldim, meni o'zim skinim. Menga oddiy ko'rinyapti-ku. Yo'q, mana menga kulrang bo'lib ko'rindi menga. Endi nima qilaman? To'xta, Kompot. Chotani baldirni to'g'rilyapti-ku. Men doktorga telefon qilish kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Davay, tezroq doktorga telefon qilaylik. Bo'ldi, professional doktorga telefon qilib hozir chaqiraman. Sen o'zingni uyda o'tirib tur, tushundingmi? Atroflarga yurma. Qishloqqa men o'zi normalniy ko'rinyapmanmi? Ha, qizil ko'k bo'lib ko'rinyapsan menga, lekin o'zinggachi? Men o'zimga oq-qora bo'lib ko'rinyapman. Mayli, qishloqqa tezroq telefon qilishimiz kerak. Obunachilar, nimadir bo'ldi mana ko'zimga. Nimaga bunaqa bo'ldi? Tushunmadim, g'alati. Bekor mana bu dorini qo'yibman-da, bekor mana shu dorini qo'yibman. O'zi qo'ymasligim kerak edi-da. Kompyuterim ko'p o'ynamaslik kerak edi. Nimaga o'ynayman, hayronman. Mayli. Xo'sh, ko'zingizda ko'rib chiqdim. Juda ham yomon bo'libdi. Hali ham oq-qora bo'lib ko'ryapsizmi? Ha, hali ham oq-qora bo'lib ko'rinyapti. Mayli, endi operatsiya qilish kerak sizda ko'zingizda. Tushundingizmi? Operatsiya bo'lishi mumkin emas. Nimaga? Dorilar bilan to'g'rilasa bo'lmaydimi?
Xavotir olmang, men ekspert bo'lib ketganman. Sizga hech nima qilmaydi, sizning ko'zingizga ziyon yetmaydi. Operatsiya qilmasak bo'lmaydi, bilasiz-ku. To'g'ri aytyapti. Mayli bo'lmasa operatsiya qilish kerak. Agarda hozir siz tezda operatsiya qilmasak, bilasiz, butun atrof sizga oq qora bo'lib ko'rinish boshlaydi. Asta-sekinlik bilan mana uyingiz, o'zingizni sekinasiz, keyin yana boshqa narsalar mana shunday qilib oq qora bo'lib bo'lishni boshlaydi, bilsangiz agar. Mayli, operatsiya qilsak qilibmiz, mayli bo'lmasa hozir nima qilay? Xo'sh, hozir men sizga bitta damlama beraman. Shu damlamani ichasizda, lekin uni uyda ichmaysiz. Qayerda ichish kerak? Mana olishingiz mumkin. Mana shu damlamani ochiq joyga chiqasizda, uylar bo'lmasligi kerak, ochiq dalaga chiqasizda, o'sha mana shu damlamani ichasiz. Tushundingizmi? Ha? Keyin operatsiyani bilib olamiz o'sha ichib bo'lganingizdan keyin. Xo'p, mayli bo'lmasa ichsam ichibman. Bo'lmasa tezroq mana shuni tezroq operatsiya qilmasak bo'lmaydi, bilasiz. Opa. Barcha yer nima desam bo'ladi? Oq qora bo'lib ko'rinishni boshlamasa bo'ldi. Obunachilar qaranglar, juda ham yomon bo'lmoqda. Oq qora bo'lib ko'rinsa, yo, mana bunaqa hayotga yashab bo'lmaydi. Obunachilar qanday qilib rangni bilmasdan yashash mumkin obunachilar? Mayli. Bo'lmasa mana shuni ichaman, mana shuni. Xo'p, 1 2 3 davay bir sog'liq uchun. Opa. Tushunmadim. O'zimni boshqacha his qilyapman. Xo'sh. Yana endi bo'ldi, barchasi chotki. Yana endi operatsiyani boshlashim kerak. Doktor ish qilib qolmasa yaxshi bo'ladimi? Kapot yaxshi bo'lib ketadimi? Xavotir olmang, bo'ldi. Men tezroq boshlamasam bo'lmaydi o'zimga. Sizning yordamingiz umuman kerak emas. Ham keyin bilasiz, o'zim tezroq ishlamasam bo'lmaydi. Bo'lmasa ko'ziga juda ham yomon bo'ladi. O'ziga ham, ko'ziga ham. Mayli. Tezroq operatsiyani boshlash kerak. Operatsiya mana shunday katta qilib boshlamasak bo'lmas edi. Xo'sh, mayli, mana shu o'zimni nima desam bo'ladi, faqat mana shu qurtlarga qarshi, ya'ni mana shunaqa bakteriyalarga, parazitlarga qarshi lazerim bilan mana shu nima desam bo'ladi, parazitlarni yo'q qilaman. Xo'sh, ana endi mana bu yoqda bo'lish kerak. Mana bu yoqda ekan parazitlar. Voy salla, hozir mana shu xonamachani yo'qlaydi. Davay, hammalaring ketchi. Mana shu parazitlar mana shu oq qora bo'lib ko'rinishga sabab bo'lmoqda. Davay, parazitlar ko'payib ketganini, juda ham tez ko'payadi bu parazitlar. Ey, mana nima ko'ryapsan? Davay, hammasini yo'q qilish kerak, bo'lmasa hozir yomon bo'ladi. Yo'qol. Sal qoldi. Umrimda birinchi marta hozir parazitlarga yengilardim. Mayli, lekin barchasi ortda qolib ketgan. Endi bularni to'g'rilab qo'yish kerak. Ya'ni ko'zini qaytarib joyiga qo'yib qo'yish kerak. Mayli bo'lmasa mana shunday asta-sekinlik bilan qo'yishni boshlayman. Joyi mana chotki bo'ldi. Ana endi bitta mana shuni hozir qo'ya olamiz. Dorini, ya'ni endi suvga aylanishini kutamiz. Suv, davay tezroq suvga aylan. Suvga ajoyib suvga aylandi chotki. Ana endi bo'ldi. Ana endi bu ko'ziga o'tamiz. Xo'sh, bu ko'zida ham bakteriyalar bo'lsa kerak albatta. Buni ham har ehtimolga qarshi tekshirib ko'raylik-chi desam, voy mana buni qip-qizilni. Mana shu bizni qaranglar. Xo'sh, qani bakteriyalar ham juda ham ko'p ekan. Jiyan ursin, bularni barchasini yo'q qilish kerak. Mayli, oh my god. Davay, qani bu yoqqa kelaring-chi hammalaring. Davay, bitta yo'q qilaman hammangni. Xo'sh, seni ham yo'q qilaman. Okey, seni ham yo'q qilaman. Seni ham. Hoppa, davay. Yo'q. Bu parazitlar juda ham yomonda. Xo'sh, normal, ya'ni endi mana bu bezmini mana shuni yo'q qilishimiz kerak. Olib tashmasam bo'lmaydi. Juda ham ko'ziga ziyon, zarar bermoqda. Juda ham kattalashib ketibdi-ku, juda ham tez o'sadigan bezda bu. Okey, mayli, ana endi mana shularni barchasini o'tgandan keyin bo'ldi, operatsiya tugaydi, ajoyib hammasi joyida bo'ladi. Ana endi kim edi mana bu bolaning ismi? Kompotmidi mana shu bola o'zini yana endi yaxshi his qilishdan boshlaydi. Ana endi toza qilib bo'ldi, mana endi buni qaytarib yopib qo'yish kerak. Bu normalniy bitta ham blok olib ketmasin. Ajoyib, ajoyib. Ana endi u dorini qo'yish kerak. Ko'z uchun maxsus dorini qo'ydik. Ana endi bo'ldi, ana endi ketdi. Menimcha barchasi ortda qolib ketdi. To'xtanglar, hali mana bu qolib ketdi-ku. Mana bu ko'z oynakni qo'yishim kerak. Hali bu rangni juda ham nima desam bo'ladi, sezuvchan bo'lib qoldi ko'zlari. 1-2 hafta taqishi kerak-da bu ko'z oynakni. Menimcha juda ham ajoyib qoldi. Mana endi bo'ldi. Ana endi janob, bo'ldimi, operatsiya tugadimi? Ha, bo'ldi. Ana endi o'ziga kelishini kutamiz, kichayishini ham. Bo'ldi, bo'lsa uyga kirgizib qo'yamiz kichaygandan keyin, bilasiz-ku, ha? Ha, mayli bo'lmasa. Tushunmadim. Man
Voy, men yana o'ziday mana bu ranglarni ko'rishni boshladim. Janob doktor, sizlarga katta rahmat. Va bo'ldimi? Ha. Operatsiya nima bo'ldi? Operatsiyani qilib bo'ldik. Operatsiya qilib bo'ldinglar, ajoyib. Men bu ko'zoynakka yetsam, voy. Juda ham yorug' ekan. Bu ko'zoynakni 1-2 hafta taqib yurasiz ana endi, chunki bilasiz operatsiyadan keyin. Ha, mayli, sizlarga katta rahmat. Ana endi men o'zimni barcha narsani oldingidek ko'rishni boshladim. Yaxshi. Kompot bo'ldi, o'zingni bos. Ha, mayli, to'xtanglar, hozir bitta tashqariga chiqib kelishim kerak. Mayli, o'zingizni yaxshi his qilayotgan bo'lsangiz mayli. Mayli, sizga ham katta rahmat. Obunachilar, men ko'rishinglar mumkin. Mana men yana o'z holimga qaytdim, ajoyib. Borib вообще. Ana endi obunachilar. Bunday ko'p kompyuter o'ynash menimcha xato deb o'ylayman obunachilar. Menimcha mana shu notebookni deb mana shu ko'zlarim mana shunaqa nima desam bo'ladi, og'rib, ya'ni shunaqa ahvolga kelib qoldi. Va har xilcha dorini ham bunaqa qo'yish menimcha xato deb o'ylayman obunachilar. O'zini ekspertlariga murojaat qilgan yaxshi deb o'ylayman. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan men kompot bo'ldim. Kelasi videorolikda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Mayli, hozir biz kompyuter o'ynagani emas, sayohat qilamiz.